Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqihi. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz mu'min musulmonlar, dünyodagi eng go'zal salomlashish, bir-biriga tinchlik, xotirjamlik tilash bu mo'min musulmonlarning ichida juda ham keng tarqalganligini, har bir mo'min musulmon bilishligini hammamiz anglab yetishligimiz kerak. Zira Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida marhamat qildi. Astagfirullah va idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. Sizlarga bir ibora bilan salom berilsa, undan yaxshiroq so'zlar bilan olinglar. Ya'ni sizga bir inson salom beradigan bo'lsa, undan ham go'zalroq qilib turib salomga alik olinglar yoki o'zini qaytaringlar. Alloh albatta har bir narsani hisobini bilguchidir. Ya'ni mo'min musulmonlarga salom berish ya ularni duo qilish haqiqatda yaxshi, go'zal fazilat sanaladi. Alloh taolaning ta'lim beryaptiki, bir musulmon inson sizlarga salom bersa, o'shanda yoki o'shandan ham go'zalroq qilib javob beringlar dedi. Masalan, sizga birov assalomu alaykum desa, siz unga va alaykum assalom deng. Yoki bo'lmasa undan ham go'zalroq qilib javob bering. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb javob berishligingiz go'zal javob bo'ladi. Bor deb salom beruvchi buni ham qo'shgan bo'lsa va barakat so'zini qo'shib alik oling. Mabodo birov sizga assalomu alaykum va rahmatulloh degan bo'lsa, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deb demak javob bering. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomda qaysi amal yaxshi deb so'radi. Ya'ni bir inson payg'ambar alayhisolatu vasallam islomdagi eng yaxshi amal qaysi deb so'raganda, kambag'allarga taom ulashishing, tanimagan va tanimaganga salom berishing dedilar. U zot alayhissalom yana oralaringda salomni yoyinglar deganlar. Ya'ni biz mo'min musulmonlar bir mo'min musulmonni ko'rdikmi, uni tanisak ham, tanimasak ham assalomu alaykum deyishligimiz kerak. Demak, taniganga ham, tanimaganga ham salom berishimiz kerak. Bu islomdagi eng go'zal amallardan bittasi. Yana kambag'al, muhtojlarga yordam berish, taom berishlik. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam alohida aytayaptilarki, afshus salama baynakum tahabbu. Ya'ni salomni bir-birlaringizga oshkora beringlar. Ochiq oydin salom beringlar. Assalomu alaykum deb ovozingizni chiqarib salom bering. Eshitgan odamga endi va alaykum assalom deb javob berishlik vojib bo'ladi. Demak, mana shunday salom aliklarning oqibatida mo'min musulmonlarning o'rtasida do'stlik, mehr, muhabbat, oqibat, hurmat keng yoyiladi. Shuning uchun bolalarimizga yoshlikdan boshlab salom berishlik, ertalab uyqudan turib tahorat qilib kelgandan keyin ota-onaga salom berishlik, salom bermasdan dasturxonga o'tirmaslikni o'rgatishimiz kerak. Afsuski ko'p joylarda, ayniqsa ba'zi bir qishloq joylarda oldingizdan ko'p yoshlar indamay o'tib ketaveradi. Keyin assalomu alaykum desangiz, va alaykum assalom deb hammasi shoshib qoladi. Demak, o'shalarga ota-onasi ham, boshqalar ham salom nimaligini o'rgatmaganligi, ta'lim tarbiya bermaganligi bois salom nima ekanligini tushunib anglab yetmaydi. Haqiqiy mo'minmisiz? Haqiqiy payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallamga ummatmisiz? Birov salom bersa darrov alik oling. Yoki bo'lsa ba'zi bir katta yoshda, keksa yoshda odamlarga salom bersangiz indamay o'tib ketaveradi. Gohida yoshlar aytadiki, biz falonchi dodaga yoki falonchi boboga salom bersak alik olmaydi deydi. Aslida balki o'sha otaxon, bobo qulog'i eshitmas, boshqa bir kasalligi bordir. Shunday bo'lsa-da siz salom berib ketavering. Agar u odam haqiqatdan kasallik bilan yoki bo'lmasa
biror sabab bilan salomingizga javob bermasa, baribir sizni nomai amolingizga savob yozilaveradi. Demak, salomning ma'nosi nima? Sizga tinchlik, rahmat va barakat so'rayman. Qarang qanday oliyjanob duo. Keyin qolaversa, bir inson sizni haqqingizga duo qilsa, siz ham u insonning haqqiga bundan da yaxshiroq duo qiling. Duo olishlik ham fazl hisoblanadi. Zero payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallamning oldilariga Anas ibn Malik radhiyallohu anhuni onalari olib borib, "Ya Rasululloh, mana shu o'g'ilchangizni haqqiga duo qiling" deganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam duo qildilar. Alloh Anasning umrini uzoq qilgin, Anasni bola chaqasini ko'p qilgin, Anasni moli dunyosini ko'p qilgin, gunohlarini mag'firat qilgin deb duo qildilar. Ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu sahobalarning ichida eng uzoq umr ko'rgan sahobiylardan bittasi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning duolari bois xonadonlarida, ya'ni topgan tutgan mol mulklari barakotli edi. U kishini farzandlari ham sahobiylarda ichida eng ko'p farzandli insonlardan edi. U zot aytadilarki, "Men Rasulullohni 4-chi, yana Alloh gunohlaringni kechirsin" degan duolaridan ham umidvorman degan ekanlar. Demak, biz mo'min musulmonlar o'zimizni yosh farzandlarimizni keksa yoshlik, ilmlik, olim, ma'rifatli insonlarni oldiga olib borib, ularni haqqiga duo olib berishimiz kerak. Farzandimni haqqiga duo qiling, olim bo'lsin, ulamo bo'lsin deb turin. Demak, o'zimizni farzandimizga yoshligidan duo olib bersak, o'sha farzandlar inshaalloh kam bo'lmaydi. Olim bo'ladi, ulamo bo'ladi, hofizi kalomulloh bo'ladi. Hayotda doimo baxt, saodat, yaxshiliklarga erishadi. Shuning uchun ham demak bittagina salomda, bittagina duoda olam ma'nolar yotibdi. Bu dunyoda qarg'ish olgan, la'nat olgan, nazardan qolgan inson agar olimi ulamo bo'lsa ham u insonlar baxt topmaydi. Hayotda yaxshilik ko'rmaydilar. Shuning uchun ham ustozlarni, olimlarni, imomlarni duosini olishligimiz lozim. Shuning uchun mana shu insonlarni duosini olgan, ota-onalarni duosini olgan inson kam bo'lmaydi. Umri yoshi ortar olqish olganni qarg'ish tegmay qolmas yoshni sindirar. Ana ulug' shoirlarimiz aytayaptiki, umri yoshi uzoq bo'ladi, baxtli saodatli bo'ladi. Bu dunyoda duo olgan insonning qarg'ish tegmay qolmas yoshni sindirar. Ko'p insonlar yoshligida nobud bo'ladi, o'lib ketadi. Sababi ularning aksari qarg'ish olgan bo'ladi. Ya'ni birovga ozor bergan, birovning molini o'g'irlagan, ichib olib to'polon qilgan, har xil bemaza ishlar qilib qarg'ish olaverib, oxir qarg'ishlardan bittasi tegib, 50 ga kirmasdan vafot qilganlar juda ham ko'p. Shuning uchun doimo duo qilganda Alloh umrimni uzoq qilsin, duo qiling deng. Alloh rizqimni mo'l qilsin, duo qiling deng. Ilmimni ziyoda qilsin, duo qiling deb ulug'larning duosini olgan insonlar inshaalloh ulug' bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bo'ldi.